Voy, kel. Xotinim telefon qildi. Alo. Ha, xotin? Voy, nima qildi endi hamma norin yegan bo'lsa? Ha, tug'ilgan kun oddiy kunga o'taveradi. Bo'ldi, xarxasha qilma. Erta o'g'lim bilan xarajat qilib beraman. Hoy, ajrashib ketdingmi do'stim? O'g'lim esingda qoldimi? Qoldi, dadajon. Qara, aytganimni qilmasang boshqa olib chiqmayman. Xo'p bo'ladi. Ketdi. O'g'lim, pul olib chiqmaganman, qo'ysangchi odamni sharmanda qilmagin. Yo'q, olmayman. Menga qarang. Og'ir qolsin. Mannomni bolada yegiz keladi. Hijolat bo'lmaydi. Rahmat. Akamga ham. Og'ir bolam, og'ir. Qolaganingizda. Balanam. Ola qolinglar, men shu bilan storinglar to'lib qolar. Kim esdan chiqib qoldi o'g'lim mana. O'g'lim, yursangchi. Yo'q, suv Uyda non bor, suv qochgan bu xonki. Yo'q, u qotib qolgan. Voy, Aka, o'g'ring to'rttadan kambag'al qilib qo'yadi, bola yegiz kelyapti-yu. patir yo'qmidi? Mayli, boriga shukr. O'g'lim, bu yerda patir bor deyapti-ku. Nechida otdingiz? Uzr eshitdim. Adalik ko'rnoqligini topdim, mazza qilib ichamiz endi. Voy, o'g'lim. Yo'q, bering, ichamiz. Soat so'ragani kirganmiz, pul yo'q. Voy, adalik ko'p narsa etib qo'yavermang. Voy, nimaga bolam? Chunki adam hamma pullarni ishlatib qo'ydilar. Mana sen aytgan hamma narsani olib keldim, nevara deysanmi? Senga Adasi, go'sht olib kelganingizda norin qilardim. sen uylanishdan oldin aytmadim. Qolingni suvga urmaysan demadim. Urmaysan. Zo'r norin aytib qo'yganman. Ungacha mikon nokrisini ichdim. Xos kelaman o'g'lim. Voy, asalim, rahmat. Mash paketga sober. Hozir do'konni paketlar pulli bo'lib ketganda, keling o'xshata olmaydi baribir. Qilmagin dedim. Kelim boplab yuboradi. Oldingi yil yeganimizda hali ham o'zimda dedi mazasi turibdi. O'zingiz ozgina qiluvdik. Biz ham ko'p yemaymiz, ozgina yeymiz. Tegida qo'tab chiqib berasiz. Sabır. Pars. Xazyan sona.